O onangning chiqib ketdi. Buni qo'qish kerak. O't bachang uydan nimani olib chiq, buni qo'qaylik. O't. Mana. Shu bilan shuni qo'qsa bo'ladimi? O't yo'qol ko'zimga ko'rma. Mana. Buni motori buzilgan bachang. Nimasi aylanmaydi? O't ham senkidan nimani olib kel? Buni motorini taxlaylik. Mana dada. Qarag'ani shamol beryaptimi? Tezroq aylantir. Dada, siz zo'r shamol beryapti. Bacham, ana shuni og'ziga nima yasash kerak? Qaymi? O't nimani olib chiq, nimadan qo'qib olsin, buni og'ziga nima yasamiz? O't. Qaysi uydan qoparding buni? O'zimiz yotadigan uyda. Qaysi eshik qoparma, tushundingmi? Voy. Onangning bir buyog'i chiqib ketdi-ku. Bu o't nimani olib kelgan? O't. Nimani olib kel? Tavba, bacham, nimaga uzotingiz nimalar? Nima kerak sizga, nima? Mazgimni nima qilma, ustimda to'xta. Xotin, bor, nima qilsan? Men mazgim nima qilma, o'zi buni nimasi chiqib ketgan, nima buziladi? Nima bilan nimasi chiqib ketgan? Nima? Ana bu, nima bu? Ana shu nimasi? Sen jildinglar buni. Shu ana shu nimasi? Ana shu. Nima olib kelding o'zing? Nima bu? Nima bu? Buni yetishi, shu narvon bilan yetsa bo'ladimi shuni? Ha, bachaga tushuntirib uzatsangiz bo'ladiki, nima olib kelish? Nima olib kelib uzatdingiz bachaga ham? Sen aralashma xotin. Bacham tarafini olma. Bacham, bu to'ydan nimani olib chiq? Buni boltada kiysancha ko'p vaqt ketadi. Shu yerdan kiysak, ha? Kiysak. Bo'ladi. Olib keldim mana. Shunda daraxt kiysa bo'ladimi shunda? Daraxt chopsa bo'ladimi shunda? Ha? Bu yo'qol ko'zimga ko'rinma. Xotin, bugun bir ikkimiz uyda choy damlab nima qilmaymizmi? Nima qilmoqchisiz? Bachani ham sen kel, o'zot ikkimiz uyda bir nima qilib. Ey, jonim aytingiz nimalab, xo'pmi? Birinchi gapirish o'rganing, keyin nimalab qilasiz, xo'pmi? 20 yildan beri aytasiz nima deb. Qo'lingizdan hech ish kelmaydi baribir. Siz boyling kam bo'lsa ham yomonda onang emgur hech narsa qilib bo'lmaydi. Odam bunday qilmaydiki, jonim, bir marta imkon ber, bir marta onasini emsin, bir marta kechir. Ana odam menki mehri hayvon emasman-ku. Kechir. Bir marta kechir, hay. Bunday qiynama odamni yaxshi ko'raman-ku, sen onasini emsin. Men sizni baribir kechirmayman. Tushundingizmi? Mehri, iltimos jonim, bunday qiynama, meni sen uchun hamma narsa tayyorman. O'ylash ham roziman sen uchun. Men seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Sensiz yasha olmayman. Kechirma. Mana bu hozir o'zini o'ldiryapti, kechirmasangiz mana. Kechir, bo'lmasa o'ldiraman deb tashlayman. Tamam. Men sizni kechiraman, lekin bitta shartim bor. Endi bu shartingga roziman. Hamma sharting qilaman. Nima qiling? Kechir faqat. Meni shartim shu. Kuchib bo'lib, vo'llab bersangiz, kechiraman. Mana jonim sen uchun. Bu yag'ir kuchuk kamti. Ha? Yaxshi ko'raman-da, dadam. Yaxshi ko'rasan? O't yo'qol ko'zimga ko'rinma. Bo'bek bilan. Siz bilan maslahat ish bor. Qanaqa? O'g'lingizni uylantirib qo'yaylik. Kimni o'ylantiramiz? Ibrohim Pishay qiziga. Siz dadasi bilan borib gaplashib keling. Keyin ayollar borib o'zimiz maslahat etamiz to'ylari. Ha, nimaga borib kelaydi? Hisobchilikka. Ha, ana shunga. Ha. Boramdan keyin nimalar o'tirmang, tushundingizmi? Makkinlab. Dangal ayting. Hisobchilikka ketib to'y boshlaymiz deb. Tushundingizmi? Menga nima qilib o'rgatma xotin, tushundingmi? Men o'zim bilaman nima qilish. O'g'lim qizingga nima qilibdi? Nima qilibdi? O'g'il bacha bilan qiz bacha nima? Nima qiladi meni qizim o'g'ling? To'xtang, men qarang. Men so'zimni tushuntiraman. Qizingizni yaxshi ko'raman. Biz sovchilarga keldik, dadamning do'sti. Ha, ana shu nima? Ana shunga Shunday demaysanmi? Shu fikra nima deysan? To'y qilamizmi? To'y qiladigan bo'lsak, meni shartlarim bor. Meni oyog'im tagiga bitta qora jinti. Ana. Ha. Odamlardan farq qilib turish uchun qizimni to'ydagi ovqatlar fil go'shtidan bo'lish kerak. Xullas, meni ustima gussidan kasdim. Oyog'ima do'jji gabanadan oyoq kiyim bo'lish kerak. Nimasi ham kerakmi? Nimasi? Yo, so'kinish so'zini tarjima qila olmayman. Rozi bo'lsangizlar, shu shartlarimga to'y qilamiz.
Ha, İbrahim Kişek. Qizingga nimaga tiq? Nimami? O'yiza. Ha, ana shu, ha. Bizlarga kerak emas qizing. Davay, ketdik, nima qilaylik? Bu 30 yoshda uylanasan, tushundingmi? Bironta qiz topma shunga yoshacha. Nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Bilgandim. Ikkalalari qo'lingni hech ish kelmasligini bilgandim.